Assalomu alaykum aziz obunachilar. BMW R 1000 mototsiklimiz tayyor bo'ldi. Bu 7-8 yoshdan 14-15 yosh bolalar uchun mo'ljallangan 80-100 kg yuk ko'tara oladi va soatiga 10-12 km tezlikda yuradi va kattalarni ko'tarishini video davomida ko'rsatib o'taman. Glani spiral svetlar yonadi, glani svetlargacha yonadi. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa yonishlari, RR yozuvlargacha bor. Oldagi brusovkalari cho'tki, mo'shni qilib ishlangan va balonlari kelsa, balonlar rezin yumshoq balon, yurgani ozar chiqmaydi. Shinalari, tishlari originaldek qilingan, diskalari ham cho'tki qishlangan. Apornilari alyuminiy qilgan, original bo'ladi. Kalotkalar ham original bo'ladi. Shu yerda tormozlar beradi. Mana yon ko'rinishlari va tormozlari qo'lda bo'ladi. Mana bu yoq tarafdan tormoz beriladi va mana yon ko'rinishlari ham chiroyli qilib ishlangan. Oyoq qo'yiladigan joylargacha bor, podstavkalargacha bor. 18 voltli akkumulyator joylashgan. Bitta o'rinliqli eko qo'yish sidena va orqa balonlar tortadi. Orqa balonlarda remellar bor. Mana remellar o'tgan. Balonlar bo'ladi ham orqa tarafda ham rezin yumshoq balon, yurgani ozar chiqmaydi. Mana orqa ko'rinishlari chiroyli qilib ishlangan. Glani svetlargacha yonadi. Mana yon ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Gulishtalar originaldek qilib ishlangan. Mana yon ko'rinishlari bu yoqda chiroyli qilib mo'shni cho'tki ishlangan. Gazlari o'ng tarafda bo'ladi, aylantirganda yuradi oldiga qarab. Bu yerda beza bachuk qilib ishlangan, chiroyli qilib ishlangan. Multimedia sistemasi bor, fleshka ham qo'yishsa bo'ladi, signallargacha bor. Muzikalar ham qo'yishsa bo'ladi. Bu yerda yoqib o'chirishlari, mana oldi tablolarga chiroyli ishlangan, oynalar originaldek qilib ishlangan, bakulari ham chiroyli qilib mo'shni qilib ishlangan, ikkita tarafda bakuli qilib ishlangan, tormozlari chap tarafda bo'ladi va o'ng tarafda gazlari bo'ladi. Shu yerdan aylantirib olib yuriladi va bu yerda mana yoqib o'chirishlari bir ovozdan eshitib ko'rasizlar mana. Bu ovozlari ham cho'tki balongina. Mototsikllarimiz tayyor bo'ldi.